Davlatimiz siyosatida inson manfaatlari, ijtimoiy adolat tamoyillari ustuvor. Shu jihatdan aholining ehtiyojmand qatlamini kambag'allikdan chiqarish borasida amalga oshirilayotgan tizimli ishlar o'z samarasini beryapti. Prezidentimizning kambag'allikdan farovonlik sari dasturi doirasida oqova suv muammosi bo'lgan mahallalarga suv yetkazib berishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Muxbirimizning Chust tumanidan tayyorlangan lavhasida mavzu davom ettiriladi. Mahallalar chindan ham xalq bilan davlat o'rtasidagi ko'prikdir. Yurtimizda aholiga yaqin va maslakdosh ushbu tuzilma odamlarning quvonchi tashvishlari, muammolariga yechim topadigan, dardini, taklifini aytadigan, tashabbuslarni qo'llab-quvvatlaydigan institutga aylangan. Bugungi kunda Chust tumanida 72 ta mahalla fuqarolari yig'ini bo'lib, ularda 300 ming nafardan ziyod aholi istiqomat qiladi. Prezidentimizning kambag'allikdan farovonlik sari dasturi ijrosi doirasida mahallalardagi ishsiz aholining bandligini ta'minlash, kambag'allikni qisqartirish, muammolarni joyida o'rganib bartaraf etish, tadbirkorlik tashabbuslarini har tomonlama qo'llab-quvvatlash bo'yicha amaliy choralar ko'rilyapti. Xususan, mahalla infratuzilmasini yaxshilash maqsadida kommunal tarmoq yetib bormagan olis hududlar elektr energiya, toza ichimlik suvi bilan ta'minlanyapti. Ichki yo'llar asfaltlanyapti. Shuningdek, xonadon tomorqalariga sug'orish tarmog'i olib kelinyapti. So'lin va Bahavo tog' etagida joylashgan Baliqchi mahallasi aholisi ham ko'p yillardan buyon ekinlarni sug'orish, hosil yetishtirishda qiyinchilik boshdan kechirardi. Endilikda dastur doirasida bu muammoga yechim topildi. Byudjetdan 1 milliard 806 million so'm mablag' ajratilib, 2,1 kilometr masofadan suv tarmog'i tortib kelinyapti. Bitta tik quduq qazilyapti. Aholimizni oqova suv bilan ta'minlash ishlari yaxshilanib boryapti. Ilgari mana shu yerda shu 300 litr suv kelsa, shuni 100 litr yerga singib yo'qotishlar bo'lardi. Mana hozir shuni oldi olinib, ortiqcha isrofgarchilik yo'q bo'lib, ilgari suvni yig'ib borsak 1 soatda keladigan joylarga mana bu ishlar amalga oshgandan keyin 10 minutda yetib keladi. Bu ham bo'lsa aholimizni turmush tarzini yaxshilashga xizmat qiladi. Shu xalqimizni eng yaxshi tomoni mana shu oqova suv bilan ta'minlanishi bo'lib qoldi. Biz muhtaram prezidentimizga rahmatlar aytamiz. Ma'lumot o'rnida aytish joiz, kambag'allikdan farovonlik sari dasturi ijrosi doirasida Chust tumanidagi Baliqchi, Yangiobod, Damobod, Sherbilak, Olmosbirlik, Mustaqillik mahallalarida umumiy qiymati 8,1 milliard so'mlik 6 ta tik quduq qazish, 7,8 kilometr masofada ichki ariqlarni betonlash ishlari amalga oshirilyapti. Asosan beton qilishda aholimizga yetkazib borilayotgan suvlarni, har bitta ichki ariqlarini sifatli hamda miqdorini yanada oshirish va suv sarfini oldini olish maqsadida shu ishlarni olib borilyapti. Hozirgi kunda tik quduq qazish ishlari Mustaqillik mahallasi, Sherbilak mahallasi, Olmosbirlik mahallasi hamda Baliqchi mahallasida tik qudug'ini qurish ishlari amalga oshirilmoqda. Sug'orish qudug'ini agregat yordamida ko'lab olingan. Bu bilan aholi tomorqa yerlarini oqova suv bilan to'liq ta'minlab beradi. Dastur doirasida olis hududlarda sug'orish tizimi bilan bog'liq muammolar o'rganilib, joyida bartaraf etilayotgani, birinchi navbatda tomorqadan maqsadli foydalanish, aholi bandligini ta'minlash va ularning daromadini oshirish imkonini bermoqda. Chunki bunday xayrli tashabbuslar odamlarning jamiyatda faol fuqarolik pozitsiyasiga ega bo'lishi, yashashi, mehnat qilishi va kelajakka intilishini ta'minlashga xizmat qiladi.